Barchangizga manfaatli va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz va bugun doktor Zayniddin ginekolog bilan podkast olishni yana niyat qildik va eng dolzarb aktual savollarga javob beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun sizlardan kelgan kuzatuvchilarimizdan kelgan savollarning asosiysi hamda ko'pchilikda muammosi bo'lgan mavzularga to'xtalamiz. Xudo xolasa boshlab hammasiga to'liq javob berishga harakat qilamiz. Endi eng birinchi savol ayol kishini go'zalligi asli salomatligida bo'ladi. To'g'rimi? Ayollarimizni bejizga avaylab asrashimiz kerak demaymiz. Chunki ayol kishi yig'lasa yoki siqilsa, bu albatta o'z-o'zidan ichki ruhiyatiga, nafaqat ruhiyatiga, balki organizm ichki organlariga ham ta'sir qilishni boshlaydi va eng avvalo bu ayol kishining o'sha bachadon sohasidan boshlanadi deb o'ylayman. Endi sizga savol. Biz siqilganimizda, yig'laganimizda kista paydo bo'ladi degan mish-mishlar bor. Bunga qanday qaraysiz? Ayol kishi avvalambor yig'lashi bevosita ta'sir qilmaydi kistani hosil bo'lishiga. Lekin ayol kishining yig'lashiga sababchi bo'ladigan stress omillar gormon o'zgarishi tufayli tuxumdonlarda follikula yetilib, yorilmay qolib kistaga aylanish ehtimolligi bor. Bu asosiy stress. Ayollarning eng asosiy kasalliklarni keltirib chiqaradigan oldingi podkastlarda ham aytganman. To'g'ri. Stress hisoblanadi. Ya'ni stress organizmga bo'ldimi, bunda gormonal o'zgarish bo'ladi, bunda shu kortizol oshadi, prolaktin oshadi. Undan tashqari qolgan gormonlarimiz, insulin hammasi oshib ketadi. Buning hammasi organizmda follikulani normada o'sib, yorilishiga xalaqit qiladi. Shuning natijasida, ya'ni follikula devori qalinlashib, follikulaning ichida suyuqlik yig'ilib, hamda kistaga aylanib qoladi. Ya'ni bular funksional kistalar hisoblanadi. Patologik kistalarni stress bilan aloqasi faqat shu gormon o'zgarish hisobiga, masalan, endometrioidni kistalar, qolgan kistalar, masalan, tug'ma kistalarni bunga umuman aloqasi yo'q. Stress ham to'g'ridan to'g'ri masalan ta'sir qilmaydi kista hosil bo'lishiga. Stress gormonlarni buzish hisobiga, ya'ni tuxumdonlarda kistani yuzaga keltiradi. Bu kista ham bepushtlikka olib keladi, muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni menstruatsiya hayz siklini buzilishi bo'lishi mumkin. Undan tashqari shu o'zini sog'lig'i, reproduktiv funksiyasini buzilishiga olib keladi. Hozir mana gormonlar natijasida kista hosil bo'ladi deyapsiz-da. Stressga tushmaslikning gohida iloji yo'q. Gormonlarni qanday nazorat qilish mumkin? Masalan, aytaylik, kortizolni. Kortizol oshib ketdi, shu sabab shunday o'zgarishlar bo'ldi. Kortizol gormoni ko'p tilga olinadi. Kortizolda asosiy oshib ketishining sababi uyqu, kechqurun kech uxlash. Soat 10 dan keyin masalan kech uxlashi, organizmda defitsitlar bo'lishi, vitamin, magniy, kaliy elementlarni kam bo'lishi kortizolda oshib ketishiga sababchi bo'ladi. Masalan, vaqtida uxlasa, vaqtida ovqatlansa, masalan 10 dan keyin kechqurun hozir juda ko'pchilik telefon o'ynab o'tiradi, Instagram, Telegramga kiradi. Lekin 10 dan oshib ketadi. Soat 11 bo'ladi, 12, 1, 2. Bir xil vaqt 3-4 larda ham menga bemorlar yozib qo'yadi. Ertalab tursam aga 3-4 ta ham yozgan bo'ladi. Unaqa edi, men bu dorini ichitgandim. Shu vaqt ham uxlamaganda u bemor. Stressdan uyqusi kelmaganda u, salomatligi qayg'urib sizga yozgan. O'zi uxlamaslik organizm uchun stress hisoblanadi. Bu uxlamaslik stress olgandan keyin organizmda gormonal o'zgarish boshlanadi.